أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugun 5-chi darsimiz. O'tgan darsimizda bir so'zni boshiga alif lam kelishligi haqida aytib o'tdik. Agar bir so'zni boshiga alif lam keladigan bo'lsa, bu so'z ma'rifa deyiladi. Bu so'z ma'rifa bo'ladi. Ma'rifa degani u so'z ma'lum holga keladi. Masalan deylik, bir odam kelib sizga men kitobni o'qidim desa, siz aytasiz qaysi kitob deysiz. Siz bilmaysiz qaysi kitob haqida gap ketayotganligini. Lekin sizni o'g'lingiz, sizni tanishingiz, siz bilgan kitob haqida kelib turib, dadam men kitobni o'qib bo'ldim desa, u qaysi kitob haqida gap ketayotganligini siz bilib turasiz. Mana shuni biz o'zbek tilida bu narsa yo'q, lekin arab tilida bor, ma'rifa deyiladi. Alif lam mana shu narsani ifoda qiladi. Masalan, al-babu, al-babu eshik degani, lekin bu qanaqa eshik? Men kecha eshikdan kirdim desam, siz aytasiz qaysi eshik, qanaqa eshik? Tushunmaysiz, bilmaysiz. Lekin tanish bir odam sizga aytsa, men eshikdan kirdim desa, unda siz bilib turasiz qaysi eshik haqida gap ketayotganini. Mana shu alif lam shuni bildiradi. Al-babu ma'lum bir eshik. Siz ham bilasiz, aytayotgan odam ham bu haqda biladi. Al-babu ma'lum bir eshik. O'tgan darsimizda shuni ko'rdik. Bugun tamarin, mashqlar bajaramiz. Xo'p, birinchi mashq. Iqra waktub ma'a dabt awakhiril kalimat. Kalimalarni so'ngini, oxiriga haraka qo'yishlik bilan o'qi va yoz. Demak, o'tgan darsimizda aytdik. Alif lam kelsa, agar bitta so'zni boshiga alif lam kelsa, oxirida tanvin bo'lmaydi. Agar alif lam kelmasa, alif lam bo'lmasa, unda albatta tanvin bo'ladi. Tanvin bo'lsa alif lam bo'lmaydi, alif lam bo'lsa tanvin bo'lmaydi. Bu ikkalasi bitta joyda bo'lmaydi. Shunday ekan, biz mana shu qoidaga mos qilib bu so'zlarni o'qib chiqamiz. Xo'p. Alif lam bor, demak oxirida tanvin bo'lmaydi. Al-babu eshik. At-tajiru savdogar. At-tajiru oxiri zamma bilan tugayapti. An-najmu yulduz. Al-qamaru oy. Ad-diku xo'roz. Al-ma'u suv. As-sariru yotoq, kravat. Al-baytu uy. Al-masjidu masjid. Ar-rajulu kishi. As-sukkaru shakar. Al-waraqu sahifa yoki barg. Xo'p. Ikkinchisi املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسب. Quyidagi bo'shliqlarni munosib kalimalar qo'yishlik bilan to'ldir. Mana bu joylarga, demak, munosib so'zlarni keltirib jumlani tamomlaymiz. Xo'p, g'aniyun nima degani edi? Boy degani. Kim boy? At-tajiru masalan g'aniyun. At-tajiru g'aniyun. Bu yerga tajir so'zi keladi. Ikkinchisi hulvun, shirin degani. Shakarli narsalar uchun aytgandik. Hulvun, as-sukkaru hulvun. Masalan, shakar shirin. Uchinchisi maridun, kasal. Qarang, boshida alif lam yo'q bu so'zni. Demak, oxirida albatta
tanvin bor. Maridun, maridun oxirida tanvin bilan tugaydi. Bunga munosib so'z kasal. At-tolibu maridun, talaba kasal, xasta. Lazizun shirin. At-tuffahu lazizun, olma shirin. Yo'lga olma degan so'zni olib kelamiz. Xo'p, tawilun, tawilun uzun. Al-imamu tawilun, imom uzundir. Wal mudarrisu qasirun, va o'qituvchi qisqadir, qisqa bo'ylidir. Xo'p, boshda kelgan so'zni aliflom bilan ishlatdik. Shuning uchun oxirida damma bilan o'qidik, tanvin kelmadi. Bu kalimani bo'lsa, bu kalimalarni bo'lsa, boshda aliflom bo'lmaganligi uchun oxiri tanvin bilan o'qildi. Bularda nima degan edik? Aliflomli kalimalarga, aliflomli so'zlarga biz ma'rifa deymiz. Aliflom bo'lmagan so'zlarga bo'lsa biz nakra deymiz. Nakra. Aliflom bor so'z ma'rifa, ya'ni ma'lum so'z. Aliflom yo'q so'z nakra, ya'ni noma'lum so'z. Xo'p, uchinchi mashq. اختر كلمة من القائمة الباء تناسب الكلمة التي في قائمة الألف. Xo'p, mana bu ba ustunidagi so'zlardan alif ustunidagi so'zlarga munosib so'z tanla. Ya'ni mana bu yerda at-tolib kalimasi, bunga munosib so'zni davom ettirib jumlani tugatib qo'yamiz. At-tolibu talaba, lazizun bo'lishi mumkinmi? Shirin. Maksurun siniq, yo'q. Thaqilun og'ir. Maftuhun ochiq. Maridun xasta, kasal. At-tolibu maridun, demak talaba kasal, xasta. Ad-dukkanu maftuhun, do'kon ochiqdir, ochiq. At-tuffahu olma, lazizun shirin. Al-ma'u suv, harrun suv issiqdir. Al-hajaru tosh, thaqilun og'irdir. Al-qalamu qalam, maksurun qalam siniqdir. Jumlani tamomladik. Xo'p, al-kalimatul jadidatu, yangi so'zlar. Bu darsda o'rgangan yangi so'zlarimiz. Hulvun shirin, maridun kasal, xasta. Ad-dukkanu do'kon, ma'lum do'kon, aliflom bilan. G'aniyun boy, tawilun uzun, faqirun kambag'al, faqir. Qasirun qisqa. At-tuffahu olma. Bu Durusul Lughatil Arabiyya kitobi birinchi jildida biz uchun eng muhim narsa ko'proq so'z yodlash. Xo'p, davom etamiz. Al-huruful qamariyatu wal hurufus shamsiyya. Qamariy harflar, shamsiy harflar. Arab tilida mana 28 ta harf bo'ladigan bo'lsa, bulardan 14 tasi qamariy harflar, 14 tasi shamsiy harflar. Harflarning hammasi ikkiga bo'linadi: qamariy, shamsiy. Qamariy harf nima degan? Qamariy harf, biz mana bugun darsimizda aliflomni o'rgandik. Aliflom dedik, ismlar, ya'ni so'zlarning boshiga keladi. So'zlarning boshiga kelsa, uni ma'rifa qiladi dedik. Endi bu so'zlarning boshiga aliflom kelgan paytda, agar so'z qamariy harflar bilan boshlansa,
Unda alif lom talaffuz qilinadi. Lom talaffuz qilinadi. Masalan, al-abu. Bu yerda lom talaffuz qilindi. Al-abu. Ota degani. Yoki bo'lmasa al-babu. Eshik. Bu yerda ham lom talaffuz qilindi. Nimaga? Chunki ba qamariy harf. Qamariy harf. Shamsiy harflar bo'lsa, shamsiy harflar bo'lsa, unda a, lom talaffuz qilinmaydi. Lom talaffuz qilinmaydida at-tajiru deb o'qiladi. Ya'ni lom talaffuz qilmasdan taga o'tib ketiladi. Nimaga? Chunki bu shamsiy harf. Shamsiy harf. At-tajiru. Bularni hech qanday bir qoidasi yo'q. Ya'ni shu harf shamsiy shu sababdan degan narsa yo'q. Ya'ni buni yodlashimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Arablardan qanday eshitgan bo'lsak, bizga mana shunday kelgan. Buni samoiy deb qo'yadi. Quloqdan eshitib o'rganiladigan narsa. Ya'ni buni hech qanday qoidasi yo'q. Ta shamsiy, ta shamsiy, dal shamsiy. Buni Qur'oni Karim o'qigan, Qur'oni Karimni o'qishni odat qilgan insonlar uchun bu juda ham oson. O'z-o'zidan odatlanib qolasiz. Demak, qamariy harflar. Birinchi, qamariy harflar. Hamza, al-abu, ota, al-babu, eshik, al-jannatu, jannat, bog', bog'cha, al-himaru, eshak, al-khubzu, non, al-aynu, ko'z, al-g'ada'u, al-g'ada'u, nonushta, al-famu, og'iz, al-qamaru, oy, al-kalbu, it, al-ma'u, suv, al-waladu, bola, al-hava'u, havo, al-yadu, yadu, qo'l. Mana shu harflar qamariy harflar. Agar so'z mana shu harflardan boshlansa, unda alif lom o'qiladi, lom o'qiladi. Agar shamsiy harflardan boshlanadigan bo'lsa, so'z unda lom o'qilmaydi. Xo'p, at-tajiru savdogar, ta shamsiy harf. Sa as-sawbu kiyim. As-sawbu qarang, lomni o'qimadik, saga o'tib ketdik. As-sawbu kiyim shamsiy harf. Ad-diku xo'roz shamsiy. Az-zahabu oltin. Ar-rajulu kishi. Az-zahratu gul. As-samaku baliq. Ash-shamsu quyosh. As-sadru as-sadru ya'ni ko'krak. As-sadru. Ad-dayfu mehmon. At-talibu talaba, o'quvchi, student. Az-zahru az-zahru bel. Al-lahmu go'sht. An-najmu yulduz. Shamsiy va qamariy harflar mana shu shaklda. Tamrin mashq. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية. quyidagi kalimalarni o'qi va qamariy va shamsiy harflarning nutq qilishlik qoidasiga rioya qilgan holda ularni yoz. Ya'ni mana bu so'zlar shamsiy va qamariy harflardan boshlanadi. Biz qamariy harflarni boshiga lomga nuqta qo'yib, uni o'qilishiga ishora qilamiz. Yokida mana bu toga o'xshab, uni shamsiy harf ekanligiga ishora sifatida bu yerga tashdid qo'yamiz. Xo'p, al-baytu ba qamariy harf bo'lganligi uchun al-baytu lom o'qiladi. Uy.
Addiku. Xo'roz. Bu shamsiy harf bo'lganligi uchun dalga o'tib ketamiz. Addiku. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Qamari harf. O'qituvchi. Al-babu. Qamari. Eshik. At-talibu. At-talibu. Shamsiy harf. To. Talaba. As-sukkaru. Shakar. Sin. Shamsiy harf. Ad-daftaru. Daftar. Shamsiy harf. Al-akhu. Qamari harf. Hamza. Aka yoki uka. Ar-rasulu. Payg'ambar. Shamsiy harf. Al-wajhu. Qamari harf. Yuz. Wajh. As-sadiqu. Do'st. As-sadiq. Sad. Shamsiy harf. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Alif lam o'qiladi. Qamari harf. As-salatu. Sad. Shamsiy harf. As-salatu. Namoz. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Lam o'qiladi. Qamari harf. Kaf. Qamari harf. Ka'batulloh. Ar-ra'su. Bosh. Ra's. Ra. Shamsiy harf. Al-isba'u. Al-isba'u. Hamza. Qamari harf. Isba' bu barmoq. As-sabunu. Sad. Shamsiy harf. Sabun. Sovun. Al-dhufru. Al-dhufru. Al-dhufr tirnoq. Dhad. Shamsiy harf. Al-fajru. Qamari harf. Fajr. Fajr vaqti. Sahar vaqti. Al-dhuhru. Yoki de fajr namoz. Bomdod namozi. Al-dhuhru. Peshin. Peshin vaqti yoki peshin namozi. Al-asru. Asr vaqti yoki asr namozi. Al-qamari harf. Al-maghribu. Shom vaqti yoki shom namozi. Bu yerda mim. Qamari harf. Al-isha'u. Xufton namozi yoki da xufton vaqti. Bu yerda ayn. Qamari harf. Shu bilan 5-darsimizni nihoyasiga yetdik. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi robbil alamin.